Gold. Uzbekskiy gangster. Можно тебя сюда? Конечно, брат! MMA jangchisi Shahzod Go'ltuzoqovga ozodlikni cheklash jazosi tayinlandi. Bezorilikda ayblanib Toshkentda hibsga olingan taniqli MMA jangchisi Shahzod Go'ltuzoqovga 4 yil muddatga ozodlikni cheklash jazosi tayinlandi. Bu haqda Oliy sud matbuot kotibi Aziz Abidov Vaqtuzga ma'lum qildi. Abidovga ko'ra, Shahzod Go'ltuzoqov sudning 7-noyabrdagi hukmi bilan Jinoyat kodeksining 277-moddasi, ya'ni bezorilik bandlarida belgilangan jinoyatni sodir etishda aybli deb topilgan. Avvalroq Shahzod Uzoqovning o'zi ijtimoiy tarmoqlar orqali chiqish qilib, O'zbekistonga qaytayotgani hamda mamlakatga qaytsa, uni qo'lga olishlari mumkinligi haqida gapirib bergandi. 2024-yil 5-noyabr kuni Toshkentda paytim bir janjalli vaziyatga tushib qoldim. Mening aybim o'sha paytda, o'sha joyda bo'lib qolganim. Ko'chada urush bo'lib ketdi, lekin men hech kimni urmaganman. Keyin o'sha bolalar yozib berishgan. Bir muddat o'tib men professional faoliyat uchun Tailandga ketdim. Tailandga ketishim bilan meni aybdor qilib qo'yishdi. Buni Shahzod qilgan degan gap tarqatishgan. Aybim avval sudlanganim, vaqt o'tdi, yaqinlarimni sog'indim. Onamni Tailandga ham chaqirib oldim. Lekin yoshligimdan men baribir chempion bo'laman va xalqimga xizmat qilaman degan orzu bo'lgan. Tailandga keldim. Mana shukr, yaxshi natija va yutuqlarga erishyapman. Oktagonga chiqa olmayotganimning sababi esa shu janjal edi, degandi sportchi. Ma'lumot uchun Shahzod Uzoqov 1999-yilda Qashqadaryo viloyatida tug'ilgan. Yoshligidan jang san'atlari bilan shug'ullanib kelgan sportchi 2020-yilda bezorilik ishi bilan bir necha yilga ozodlikdan mahrum etilgan. Keyinchalik u Tailandga ko'chib ketgan va aralash jang san'atlari MMA sport turi bilan professional tarzda shug'ullana boshlagan. Shahzod Uzoqov ayniqsa ijtimoiy tarmoqlarda ko'p sonli muxlislarga ega sportchi hisoblanadi. Uning yaqin oylarda yengil vazn toifasida qozog'istonlik aralash yakkakurash ustasi Erkabulan Toktar bilan ehtimoliy jangi ayniqsa ko'pchilikda katta qiziqish uyg'otayotgandi. 15 oktyabr Gold'ning soti bo'ladi ekan. Shu yerda aqtalib chiqsa